Assalomu alaykum do'stlar. Siz bizni shuncha videoda orasidan ko'rayotganingiz uchun sizga alohida rahmat. Xudo xolasa biz ham sizni xursand qiladigan yangiliklar bilan yana boshqatdan qaytdik. Sultan Media kanaliga xush kelibsiz. Xudo xolasa video obzorlarni chiroyli, go'zal qilib beramiz. Sizni xursand qiladigan yangilik ham bor aytib o'tdim. Bugun obzorimiz boshqacharoq bo'ladi. Sexni o'zida usta bilan birgalikda Qodirjon aka ismlari, shu sexni egasi hech biz chaqira olmayotgandik. Shu kanal Qodirjon akaning o'ziniki, sex ham o'ziniki. Xudo xolasa birinchi qo'l bemalol tavsiya qila olaman. Mebellar sifatlarini ham kelinglar bundoq qilamiz. Zakaz beringlar. Ishni qilib bersin. Borgandan keyin rahmat aytib qo'ysa bo'ldi, usta. Xo'p, bu yerda hozir sizlarga ko'rsatadigan 3-4 xil komplektlarimiz bor. Bundan tashqarida ham bor. Keyin sexni ham bitta sizlar bilan aylanib chiqamiz. Manzil Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan, Jahon bozorida ham joylar bor. Bemalol kelishinglar mumkin. Agar kelmoqchi bo'lsanglar, telefon nomeri ekraningizning pastki qismida turibdi. Ustaning o'zini telefon nomeri o'zi bemalol sizlar bilan bog'lanadi. Tezlik bilan ish bitirib beradi, chunki hammasidan o'ra Xudo xolasa o'zlarida bor. Demak, shundan boshlaymiz, aka. Shundan boshlaydigan bo'lsak, usta o'zi hunarmand bo'lgani uchun shuncha paytdan beri bu kanalimizda o'zi ko'rinish bermagan, gapga yo'qroq yordam berishib boraman. Xo'p, aka, bu hali ham razmeri 255. 255. Aha. Bo'yiga 220 220, 215. 215, 220. Bo'yiga 255, har bitta 85 santimetrdan 3 ta korpus alohida bo'ladi. Mabodo siz uyingiz kichkinalik qiladigan bo'lsa, misol domlarga qo'yish mumkin. Agar ikkitasi qilsa, ikkitasini qo'yib, bittasini misol deska xonaga olib chiqib bu yerda ham ishlasangiz. Eng nimasi, yamini olib qo'ysa, fason buzilib qolmaydi. Buzilib qolmaydi. Asosiysi, masalan, joyingiz kattaroq bo'lsa, buni 4 korpusli qilib bersak, shunda yana 85 santimetr qo'shilaveradi. To'g'ri. Kecha bir klientga o'rnatdik, ikkitasini qo'ydik, videolarimizga ham joylab beraman. Bittasini yana boshqa joyga sig'madida. Shuni hisobidan bir ichidan bir fasoni o'zgarib qolmaydi. To'g'ri. Haligi bu 3 ta korpus bitta bo'lgan bilan bir-biriga bog'lanadigan gulli fasonlar yo'q demoqchi. Bitta chiroyli qilib, skromniy qilib ishlangan. Ko'rishinglar mumkin. Bu chetini ochib ko'ramiz. Bu erkaklar taraf mo'ljallangan. Bu yerga ko'ylaklaringizni, kostyum, pijaylaringizni iladiganmiz, pastga shimlarni ilgani alohida qo'yib ketilgan vishilka. Xo'p, o'rtasi polka qilib ishlangan. Do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Tepasida sefi ham bor. Rossiyskiy laminat, L displey deb qo'yamiz. Laminat displeyda korpuslari yig'ilgan. Chekalari PVX kronka 200 gradusda bosilgan. PVX kronka apparatlari ham bor. Video davomida ko'rsatamiz. Do'stlar, hech qanaqa dazmollik, ruchnoy ish ishlanmaydi bu yerda. Yana bu tarafini ochib ko'ramiz. Bu taraf jenskiy, ayollar uzun ko'ylakli bo'ladi. Shu sababdan uzun ko'ylaklarni ilib bemalol foydalansa bo'ladi. Bu 3 ta korpus. Usta aytganda 4 ta, 5 ta, 6 ta nechta desangiz ham qilib beriladi. U joyiga qarab o'zgaraveradi. Fason haligi buzilib qoldi yo mos kelmadi degan holat bo'lmaydi. To'g'ri. Ruchkalarimiz temir ruchkalar, plastik emas. Keyin vakuumli eshiklari. Xo'p, turmosiga keladigan bo'lsa, usta. 150. 150 ikkala korpusi 150. 150. Vakuum davlatlarda ishlangan. Bo'ldi. Mana ikkita tortmasi bor bunda. Bu yerda ikkita katta tortma, bu yerda kichkina tortma, bu yerda ham yana joyi bor. Qo'shimcha bu yerda juda go'zal bo'lgan atirlaringizni, parfumlaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Ikkita korpus qilib ishlangan. Bu ikkalasi bitta joyda turadi, lekin zakaz qilishsa ikkalasi alohida joyga qo'yib beradi ham bor. Biroq oyog'ini ikkita beramiz. Agar bo'lak joyga qo'yaman desa, bir tomoniga qo'yilgan, bir tomoni mo'yinga biriktirilgan, qotirilgan. Shuni ikkita joyga qo'yaman deb bizga oldindan aytib qo'ysa, oyog'ini upakovka bo'lsa, upakovkaga ikkita sovuramiz. Yo'q degan vodiy bo'yicha bo'lsa, o'zimiz o'rnatsak, ikkita oyog'iga borib ustanovka qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin. Bu sensorli yo'qsa, usta? Ha, sensorli nimalarga o'tganmiz. Sensorlarimiz ham 3 xilda yonadi. Gap bo'lishi mumkin. Do'stlar, shu oldin men obzor qilib yurganimda bu sensor emas edi. Shunday siqib qo'yilardi. Hozir mana o'sha sensorga o'tilibdi. Zamon talabi. Xohlagan rangingizda xohlasangiz maloshniy komplektga mos qilib qo'ysangiz bo'lar ekan demak. Tushunarli. Spalniga keladigan bo'lsangiz, spalnida ikkita tumbamiz bor. Mana ko'rib turibsizlar. Bosh tarafi ham, oyoq tarafi ham mягкий qilib ishlangan. Bu po'ka emas. Keyin mo'shi material, yo'l ishlatsa bo'ladi. Hozir fatonlarda do'stlar mana shu laklinkalari ko'chirilmagan. Agar laklinkalarni ko'chiradigan bo'lsa, juda go'zal holatga keladi. Bu endi montaj ishlaridan keyin uyingizga yetib borgandan keyin ko'chiriladigan narsa. Bu ham faton, polniy oyna ko'chiriladigan bo'lsa, bunga o'xshab zerkala bo'lib, oyna vazifasini ham bajaradi. Plafonlarimiz 3 xil svet yonib o'chadi. Ko'rishinglar mumkin. 3 xil svet yonib o'chadi. Keyin soatini bu yerdan to'g'rilab olsangiz ham bo'ladi. Soatlari ham ishlaydi. Xo'p, usta razmerini bitta aytib o'tadigan bo'lsa, shu chetidan narigi chetigacha. 275 joyda egallaydi. 275 joyda egallaydi demak. Matrasimiz 170 ga 220. Sofa bilan hisoblaganda 260 joyda egallaydi. Bu yerdan 260 275 joyda egallaydi. Bu ash kichkina tortmasi ham vakuumli, ha? 100% vakuumda ishlangan. Keyin do'stlar, ichidagi nima deymiz endi, tortma, g'aladon deymizmi? Shuni chekalari ham PVX kronka. Bu yerda ham dazmol anaqa emas. Dazmol
100% nimada ishlaydi, 1% dazmol ham yo'q, xudo xohlasa. 100% yo'q. Keyin yana bitta qulayligi, bu narsa sofa. Bu yerda o'tirib nastki pastga almashtiradigan bo'lsangiz, keyin televizorimiz ham shu tarafda bo'ladi. Ko'pchilikniki televizor ko'radigan bo'lsangiz, mana bu narsa bosilib qolmaydi. Chekasi ko'p joyda ezilib qoladi-da. Shu odam doim shu yerda o'tiradi ko'pchilik. Shu sababdan qilingan. Keyin bu sandiq vazifasini ham bajaradi do'stlar. Agar bu sizni uyingizga sig'maydigan bo'lsa, buni olib qolaveramiz, usta. Shu holatda bersak bo'ladi. Qolinsa ham bo'laveradi, lekin uyini boshqa joyiga, telefoshka degan nimalarga o'rnatsa, qo'yib olsa juda qulay. To'g'ri, shunday domlarga borib kirishga ham juda chiroyli joy. Joy. Matraslarimizga ham ikki tomonlama matraslarga o'tganmiz. To'g'ri. Ikki taraflama bir tomonni berardik. Xohlasangiz u tarafini ishlatasiz, xohlasangiz bu tarafini ishlatasiz. Hozir bu bo'yicha ham gaplashamiz. Tagi polniy sandiq. Bitta xo'jalikda yozgi, qishki kiyimlari bemalol sig'ib ketadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyin yaqinroq olib kelib qo'yasiz. Buni ko'rsatib qo'yadigan bo'lsa, 3 yil garantiyasi bor. Bu matrasniki do'stlar. Agar mana shu muddat ichida nimadir bo'ladigan bo'lsa, matras o'zlari almashtirib beradi. Gap yo'qmi? Bitta like bosib qo'yasiz. Shu paytgacha ko'rganingiz uchun sizga yana alohida rahmat. Ko'rishda davom etamiz. Xo'p, bu komplektimizni narxi endi hammaga qiziq. Shunchadan 10 minut. Xo'p. 11 million dastlabkisi ichida mana joylab boryapmiz YouTube'imizga. 11 million demak O'zbekiston bo'yicha dastlabkisi ichida. Buni hozir to'g'ri narxlar ozgina ko'tarildi, oshdi. Keyin bu kanalni ochganimizdan keyin o'sha Ramazon oyi kirib qoldi. Ramazon oyiga ham skidka qilindi. Aka, endi shu bizdan shu ko'rayotgan odamlarga bir xayr qilib, shuni arzonroq qilishning imkoniyati bor edi. Xo'p, 11 million so'm bo'layotgan bo'lsa, 100 gacha borsa, xo'p, doimiy emas. Doimiy emas, 5 ta bu svetdan, 5 ta bu svetdan sotilguncha bo'pti bonus qilaylik. Bonus qancha? 1-200 mingga endi hojat yo'q, sizga yarashmaydi. 1-200 ming. Qanaqa qilib? Mashina aka 10 million 500 ming qo'ysak. Xudo xolasa Alloh barakasini beradi. 10 million 500 ming qo'ysak, mana 10 million 500 ming uyga yetkazib bersak, mana upakovka holatda bo'lsa, upakovkada vodiy bo'yicha bo'lsa, butun boradi vodiyga. Sababi vodiydan bu yog'iga butun jo'nata olmaymiz. To'g'ri, urinib qoladi. Vodiy bo'lsa, ustonovkasi ichida boradi. Borgan odamimiz ustonovka qilib kelaveradi. Gap yo'q. Lekin vohaga, nimaga vohaga, Toshkentga, boshqa viloyatlarga upakovka holatda bo'ladi. Ustalarimiz borishning imkoniyati yo'q. Shuning uchun bu siz aytgandek qilib 500 ming o'tib bersak, ustonovkasi ichida 11 millionga egalariga tushib qoladi. O'zlari ustonovka qildiradi. Uyga, misol boshqa viloyatga. Gap yo'q. Lekin hozir vodiy bo'yicha bo'lsa, ustonovkasi ichida bo'laveradi. Do'stlar, mana bitta like bosib qo'yasiz. Keyin izohlarda o'zingizni xulosangizni ham yozib o'tasiz. 10 million 500 ming so'm bu komplektdan 5 ta odamga, faqat hammaga ham emas. 5 ta odamga. O'zimiz xolis 5 ta sotguncha. Keyin yana bitta gap, bu tutarmoq odamga, magazinchilarga emas. Magazinchilar foydalanib qolaman degan xayol bo'lib qolmasin, bu uyda ishlatadigan odamga. Endi magazinchilar ham telefon qilinglar, ko'proq oladigan, foydalanadiganlar telefon qilinglar, u yog'ini o'zi tushuntiradi, qanaqa holatda ishlanadi. Keyin usta yana bitta uzr, endi keyingi komplektlarni ham obzorni qilib beramiz, hozir sizlar uchun kerakli bo'ladigan ma'lumot. Ko'pchilik aytayapti, misol vodiydan bo'lsak ham, endi o'zimga ham telefon qilishyapti, vodiydan bo'lsak ham ko'p ustalardan shunaqa jalba tushyapti. Dom bo'ladigan bo'lsa, yo'q, biz ustonovka qilib bermaymiz. Uchastka bo'lsa, ustonovkasi bepul deganmiz deb shunaqa narsa bo'lib qolyapti. Endi hozir siz vodiy bo'yicha dedingiz, demak, domlar birinchi, ikkinchi etajlarga olib chiqish nima emas, baland etajlarga bu narsalarimiz dom deb bizga oldindan aytib qo'ysa, upakovka holatda bo'ladi, katta narsalar. Mayda narsalar yig'iladi. Yig'ilib osonroq bo'ladi. Borganda bizga bir odam qilib bersa tashishgani. Sababi bitta ustamiz jo'natsak, bitta shofyor bilan ikki kishiga qiyinlik qiladi. To'g'ri, ancha qiyin bo'ladi. Shuning uchun bir mahalla-ko'y o'g'lan yo bir nimasi bo'lsa, yordamlashib olib chiqish bersa, ustonovka qilamiz. Yo'q, bizga nimaga qo'shib ber, yo domga o'rnatmaymiz degan narsa yo'q. Gap bo'lishi mumkin. Tashib bersa bizga muammo yo'q. Xonaga olib kelib, yig'ib berish bizdan vodiy bo'yicha. Faqat shu narsani aytib qo'yinglar, domda nechinchi etajligini aytib qo'yinglar, zakas berayotganda, chunki bular ham borgandan keyin ovora bo'lib, bu yerda podyezdingiz oldida mana uni tirillatib buzib o'tirmasin. Bir yo'li upakovka holati sizni uyingizga boradi, uyingizga yig'ib beriladi. 2 soat, 3 soat vaqt ketadi. Ustani endi u yog'iga pul qo'shib berasan demayapti. Sababi har bitta ishchi bu yerda o'zini shogirdi mana shu yerda ishlasa, bu odamga ko'proq foyda olib keladi. Kim siz uyingizda ishlagandan ko'ra. Demak, ketdik. Bu ham nargin bilan bir xil narsa, почти, sababi rangi boshqacha. Qolgan joyi bir xil usta. Razmer, hamma joyi. Hozir hamma uylar hali aboylari har xil bo'lib, pardasiga moslanyapti, aboyga moslanyapti. Shuni haligi didiga qarab turib, menga mo rang desa, shu rangidan nima narx o'zgarmaydi. Pul o'zgarmaydi. Ikki xil qilib terib qo'yganimiz sababi, haligi solishtirib olgani oson. Ko'z oldiga keladi, mana buni ko'rdi, yonma-yon turibdi. Shuni holatga qarab, bu ham
100% ikkalasi bir xilda Bir xil ishlangan. do'stlar. Mana plafonni ham ko'rishingiz mumkin. Bu cheti 3 xil svet yonadi, bu orqasida ham chirog'i bor. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, buni ham fotonini chiqarib oladigan bo'lsak, do'stlar, juda chiroyli holatda keladi. Mana shuni yaqinroqdan ko'rsatib qo'yasiz, foton. Yaqinroqdan ko'rinyapti, farqi bilinyapti. Mana bu yer bilan bu yerda. Yana salafanni yoqib qo'yamiz. Bu uyingizga borgandan keyin o'zingiz ko'chirib olsangiz bo'laveradi. Mana. Keyin buniki ham mana sensorli qo'yib ketibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Sizga yoqqan bo'lsa yana bitta like hali ham bosmagan bo'lsangiz bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa obuna tugmasini ham bosib qo'ying. Bu sexniki. O'rtada odam yo'q. To'g'ridan to'g'ri mana upakovka ishlarimiz Ha, upakovka mana ko'rishingiz mumkin. Upakovka bo'lib chiqib ketishga tayyor. tayyor. Buning ichida mabodo hozir telefon qilib qoladigan bo'lsa, hozir ko'rayotgan odam, mana shu komplektdan yoqdi, menga tayyor, srochniy desa imkoniyatimiz Bor. Mana shu Bor. fasonda hozir bu yerda 3 xil, 4 xil fasonda upakovkalarimiz bor. Bu yerda yarmi, narigi stanoyda oldida yana yarmi. Sabab ikkiga bo'linib ishlanadi borlar. Bu yerda shkaf faqat, nariyada terima tumbalar. Bir-biriga xalaqit qilmaydigan holatda ishlanadi. Gap yo'q. Keyin penal kamot troykalarimiz ham bor. Bor. Bularni rasmlarini Telegramdan yozsanglar, tashlab beradi, polniy katalog bor. Keyin Spani garniturdan necha puldan necha pulgacha imkoniyatimiz bor. Hop, Spani garniturlardan eng arzoni 6 milliondan chiqarib boshlab, eng arzoni. Bu eng arzon degani ham haligi nima bu narsa emas, xizmat qiladi. Bu ham LDSP nimada bo'ladi. Keyin eng arzoni 6 milliondan boshlanadi deganda, boshqa ustalarni eng arzon ishi bilan solishtirib olmanglar bu gapni. Bu yerda chiqadigan eng arzoni. Endi bu yerda chiqadigan eng arzon 6 millionlik ishlar, misol uchun qaydadir 7 million, 8 million sotilyapti. Haligi YouTube'larda ko'rayotgan bo'lsanglar, 5 million, 800 ming, 5 million, 200 ming degan ishlar ham bor. Haligi tumbani o'zi, spamli, sofasi yo'q, shkafi ham 2 2, shunaqa ishlar ham imkon bor qilib bergani, arzonroq qilib, arzonroq qilib imkoni bor. Sizlar kelinglar, bunday qilamiz. Qaydadir mebel ko'rgansiz, shuni rasmini tashlab bering ustaga. Ustani o'zi hisob kitobini qilib beradi. Kanalimizda hozir mana tayyor emas bu, kanalga qo'yilgan. Klientga o'rnatilgan ishlarni qo'yganmiz, balkim bozorga o'rnatib sotilayotgan ishlarni o'rnatganmiz, joylaganmiz kanalga. Kanalga o'tib ko'rsangiz ham bo'ladi. Kanalda tanlab nima qilsa bo'laveradi. Xo'p, do'stlar, endi ichkarida ozgina joyimiz muammo bo'lib qoldi. Shu sababdan tashqariga ham chiqdik. Menimcha sizlarga yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Agar qanaqadir xira ko'rishinglarga xalaqit qilayotgan bo'lsa, ustaga telefon qiling, buni ham rasmini tashlab beradi. Komplekt holatda bu o'zi asli yorug' joyda juda go'zal, uyning ichida ham juda go'zal turadigan komplekt. Fatonli MDF krashinli. Ya'ni yuza qismi MDF kraska qilingan va chekalari faton bo'lganligi uchun fatonli krashinli ishimiz deymiz buni. Korpus qismi LDSP, ya'ni rossiyskiy laminat displeyda ishlangan. Chekalari polniy PVX kronka, eshiklari, tortmalari hammasi vakuumli. Plafonlarimiz 3 xil svetda yonadi. Hozir bu yerga ulashni imkoniyati bo'ladi. Bemalol buni ham plafonlar ikkalasi yonadi. Ikkalasi yonadi. Demak, shkafimiz 3 ta korpusga alohida bo'linadi. Ya'ni bu chekasi bilan narigi chekasi ichidan qotirib qo'yilgan. Buni alohida bitta joyga qo'ysangiz ham bo'ladi, yonma-yon to'g'ri keladi. O'rtasi kupe qilib ishlangan. Razmeri Xo'p, 230 ga 220. Bu yerda 200, balandligi 220. 220. Ikkala chekasi polkali qilib ishlangan. O'rtasi kupe bishilgan. Erkak ayol taraf kiyimlar o'rtada ketmaslik uchun o'rtaga bo'lib qo'yilgan. Sefi bor ayol kishi tarafda. Chunki bizda ko'p pullarni bari ayol kishi saqlaydi, ayolga beramiz. Ayol kishiga qo'yilgan, bu taraf erkak kishiga mo'ljallangan do'stlar. Buni ham 2 xil sveti bor, delfin rangi ham bor, ipun rangi ham bor. Rangini nima qilib beraveramiz? Xohlaganingizni qilib beriladi. Bu 1.45 dan usta. Ha, 1.50. 1.50. Endi 1.50 dan 1-2 sm nima bo'ladi? 10 dash hisobiga 1.5 deyilaveradi. Ha. Buni ham razmeriga moslansa bo'ladimi? Imkon qadar harakat qilib beramiz. So'rab qo'yamiz do'stlar, nimaga deganda sababi mana eshiklarimiz ko'p miqdorda kesilib roverdan keladi kompyuterdan. Hozir buni kichraytirishning imkoni juda qiyinroq. Bir hafta 10 kun zakaz olamiz. Kattaytirish kerak bo'lsa, kattaytirib, kichraytirib zakaz qilaveramiz. Buni nimaga razmeri kichaysa, boshqa bo'lsa aytib o'tyapmiz. Sizni ko'nglingizni olaman deb, qarang usta nima ishlar qilish kerak. Birinchidan, bu roverga boshqatdan zadacha berish kerak. Buni boshqatdan o'yib chiqish kerak, boshqatdan chizish kerak uni. Chizish eng asosiysi. Fatonga boshqatdan zakaz berish kerak. Mana bu narsaga bu boshqatdan u lazerda chizib chiqish kerak. Xullas, ko'ryapsizmi? Sizni ozgina ko'nglingizni ko'taraman deb usta 4 ta 5 ta odamni ovora qilish kerak. Shuni ham inobatga olib qo'yasiz, usta qilib beraman, bo'pti, mayli deyapti. Endi pulini, hisob kitobini bu anchagina o'zi aslida anchagina xarajat talab qiladi. Buni boshqatdan chizish, lazerga berish. Endi u yog'ini usta mabodo kichaysa pul o'zgarmaydi.
Yo'q, imkon qadar nima qilamiz? O'zgartirmasdan kattaytirsa, kichraytirsa imkon qadar harakat qilamiz Pulini o'zgartirmaslik. o'zgartirmaslikka. Lekin Imkon shu qadar. joyda ham endi pul mana kichaysa-chi, menga 2 santimetr kichkina bo'lyapti-yu deydi ko'pchilik aka. 3 santimetr kichkina bo'lyapti-yu deydi. Bu yerda misol nech pul xarajat ketayotgani u ko'rinmaydi. Bu Ko'rinmaydi. adxod chiqadi xolos o'zi aslida. Shu. Aslida adxod chiqadi xolos, lekin bu yoqda ko'pchilikda mehnati. Xo'p, spalniga keladigan bo'lsangiz, spalnig ham tumbalar alohida bo'ladi. Ikkalasi buni chiqarib qo'yadigan bo'lsangiz, agar uyingizga sig'masa, ikkalasini bitta joyga boshqa joyga qo'yib foydalansangiz ham bo'ladi. Plafonlarni aytib o'tdik. Xo'p, necha joyga tushadi endi usta? Bu ham bir xil. Kaminat nima hisobidan olingan. Aha. 275 joy. Bu ham 275, bu ham 260. 60. Matrasimiz 170 ga 220. Material mo'shi. Do'stlar, yangi Turetskiydan yangi material. Keyin buni ham sofasi bor, sandiq vazifasini bajaradi. Bunda 60 santimetrligi. Ha, sondig'imiz 60 santimetrlik. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana maktan ko'tarib O'ziga. qo'ysanglar, Qo'yaylik. Qo'yaylik. kiyimlarni solib olsanglar udobniy bo'ladi. Buni ham yopib qo'yamiz qaytadan. Xo'p. Usta, buni narxini necha qo'ydingiz endi? Matras ikki taraflama bunda. Ikki tomonlama 3 yil 3 garantiya. yil garantiyasi bor, talon yozilgan. Hop, buni 9 million 200 ming so'm qo'yganmiz. Aha. Buni ham mana. Buni ham Endi bir bo'lsa. bo'lsa. Hop. Bundan ham 5 komplet skidga holatda beramiz. Hop. Xo'p, shunda bunda ham 500. 500 ming 5 komplet. 8700 olyapti. 8 O'zbekiston bo'yicha Dastavkasi bor. gap yo'q do'stlar. Endi siz O'zbekiston mana bo'yicha. qanchadan beri nima qilasiz? Iltimos binoan keldik. Men ko'pchiliginglarni sog'indim lekin kommentariyalar yozishmadik, gaplashmadik. Bemalol kommentariya yozsanglar men o'zim javob berib chiqaman, xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas. Dastavka O'zbekiston bo'yicha bepul, ustanovka Vodiy bo'yicha bepul. Ustanovkasi o'zlari nimalar qilib oladi. Bu Istanbul ichkarida Ichkarida ko'rgan modelinglar, yana bundan bir komplekt. Keyin bu yoqni ham ko'rsatib qo'yamiz. Do'stlar, mana bu yerda ko'rsatadigan bo'lsak, panada turibdi, gorka troykalar, Penal, troyka, upovka. upakovkada turibdi. Telefon qilsanglar boradi, yetib boradi. Keyin bolalar uchun, farzandinglar uchun yakkali yoki bo'lmasam yosh kattalar uchun, onaxon, otaxonlar uchun yakkaliklar ham qilish. Kecha menga bir odam yozdi, shuni aytib o'tib ketaylik. Bir komplet olsam, bolamga ikkita kichkina, ham qilib beraverasizlarmi, yo'qlar qilmaysizlarmi buni deyapti. Yo'q, beramiz albatta dedim. Bir yo'l ishingizni bitkazib beramiz. To'g'ri. Bizga razmerini, muammo razmerida desa, imkon qadar rasmlar tashlab beramiz. Shunga qarab kelishib nima qilaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Nima bo'lib qoladi, tushunmovchilik bo'lib qolyapti, hali so'rayapti, to'g'ri. So'rayapti shunga. Hammani ko'nglini olamiz. olamiz. Xo'p, endi kiradigan bo'lsak, bu yerda korpus qismi yig'iladigan joy. Ha, bolalar ishlayapti. Xudo xolasa sizlarda xizmatinglarda bemalol telefon qilib zakaz qilsanglar bo'ladi. Keyin mana bugundan boshlab jonli efirlarni ham ko'rib boringlar. Soat 19:30 da mana shu yerda jonli efir qilinadi. Ertaga, xudo xolasa, fotonlik degan nima ishimiz bor? Paketlik. Shuni ham 2 komplet hozir zakazimiz bor. Ertaga yig'amiz. O'zi yig'ish boshlandi. Ertaga bo'ladi. Ertaga imkon qadar jonli etib beramiz shuni ham. Hamma yo'g'ini qo'yib. Keyin manaqa sexni o'zini kanalini kuzatib borsangiz, sizda shunaqa zo'r imkoniyat bor. Mabodo siz zakaz beradigan bo'lsangiz, har kuni mana bemalol bo'lganingizda soat 19:30 da o'zingizni ishingiz qanaqa holatda ketayotganini jonli efir orqali ko'rib tursangiz bo'ladi. Mabodo ko'rinmaydigan joyda bo'lsa, "Ey bolalar, men falonchiman" deb kommentariya yozsangiz, "Ko'rsat meni ishim qanaqa holatda" desangiz, siz detaligacha ko'rib tursangiz, tekshirib tursangiz imkoniyat bor. Xo'p, ketdik. Mana do'stlar, PVXda PVX kronka apparat ko'rib turibsizlar orqada. Endi bu yerda hozir upakovka holatda chiqib ketadigan ishlar bor. Tashqarida mashina ham kutib turibdi. Toshkent Qibraga chiqib ketish kerak. Buni ham ko'rsatamiz. Mana bu Istanbul modelimizning bosh qismi. Bu ham upakovka bo'ladi. Bu yerda detallari. Shkafini yonliklari, spalnigini yonliklari, bular tumbalar, mana ko'rib turibsizlar. Bizda ko'proq haligi nima qilingan, qo'l mehnatini iloji boricha yengillashtirib, avtomatlashtirib nima qilganmiz. Mana shandar ochib, yechadiganlarimiz, ishlaydigan apparatlarimiz. Hozir buni xom holatlarini ko'rsatamiz, narigi tomonda. Xom holatlarini. Shkulka ham do'stlar, apparatda imkon qadar mana bu gorka penallarni o'rashga tayyor. Gorka penal, penallarni holi qoshi. O'rashga tayyor holatda nima qilib, buni o'ramaganimiz sababi yarmini o'rab qo'yganman. Hozir vodiydan bizga qilib ber desa, upakovkani yana ochishimga to'g'ri keladi. Menga oshiqcha rasxod. Shuni hisobidan yarmini o'ratmaganman. Zakazga qarab sborkaga ham beraveraman, upakovkaga ham beraveraman. Gap bo'lishi mumkin. Mabodo gorka troykalar kerak bo'lsa, telefon qilsanglar, agar ertaroq qilsanglar, kechgacha уже tayyor bo'lib boradi, xudo xolasa. Borki narsamizni imkon qadar tezlashtirib beramiz.
Bu yerda endi kraska bo'ladigan joylar. Men bu yerda yurgan paytim bu naryoq edi. Biz bu yerga o'tib qopti. Ha, ko'chirdik. Gap yo'q. Mana Istanbul model MDF Crashing'ning eshiklari ko'rishingiz mumkin. Kraska sepib, jemchuk sepib qo'ygan. Hozir bu qurilgandan keyin lak sepiladi. Duo komponentli Turkiya. Kraskalar ham hammasi Turkiya. Mana idishlardan bilsanglar bo'ladi. Genç biladiganlar bo'lsa biladi buni nima ekanligini. Filli bo'ya mebelga kraska ishlab chiqarish bo'yicha, sifat bo'yicha dunyoda hozir meni bilishim bo'yicha birinchi o'rinda turibdi, Genç ikkinchi o'rinda. Kobler mana shampan, goldlar chiqarishni yorib oryapti, hammaga to'g'ri kelyapti, narxlari ham, sifati ham. Do'stlar, bu yerda detallar kesiladi, asosan shu yerga detal keladi. Anaqa xomashyo keladi, bu yerda detal kesiladi, keyin bu yoqqa chiqadi, bu yerda qoladi, PVXga kiradi, xullas, ana shu yerda ishlar amalga oshadi. Go'zallik mana shundan boshlanadi. Go'zallikni mana biz xom holati. Ha, bu go'zallikni mana xom holati. Endi shundan bolalar ishlashib, kecha-kunduz sizlarga juda go'zal narsa chiqaradi. Bu hali ko'chada ko'rgan foto ishlar. Hali kattaytirib bersa bo'ladimi degan narsani. Shu xom holati. Endi buni o'zingizlar ko'ryapsizlar. Mana shu holatda roverdan chiqqan. Agar mabodo 2 sm kichayapti-yu deysizlar-ku, lekin 2 sm kichayish uchun bu yerdan kesib yubora olmaydi. Bu hammasini kichaytirib chiqish kerak kompyuter. Keyin mana fotonlarni kichaytirish kerak. Shuni boyadan beri sizlarga tushuntiryapmiz. Xo'p, bu yerda oynalar. Keyin yana bitta narsani e'tibor qilganman. Mana bu yerga oyna keladi. Men mashqda ishlayotgan paytimda usta har bittasini ko'rish derdi. Bitta joyi uchgan bo'lsa ham obratni qaytarib oladi. Nimaga? Bu odam ham pulga olyapti, bu odamdan olayotgan odam ham pulga olyapti. Ya bo'ldi, ozgina uchibdi-yu, tiqoraver degan narsa bo'lmaydi. Yo'q, biz hammasini imkon qadar oladi, imkon qadar bolalarga tayyorlayman. Arzimagan narsani ham chiqaringlar. Sababi uzoq joyga ketadi. Endi yo'lda bo'lgan narsalar har xil holat bo'lyapti. Imkon qadar uni ham muammosini hal qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, tashqarida ham sushilka, endi bu yer kichikroqligi uchun tashqarida ham ishlar ketyapti. Mana bular detallar PVX kromka bosilgandan keyin chiqqan bu yerga. Bu yerda razmerlar qo'yiladi, teshiladigan teshiladi, yig'iladigan yig'iladi, upakovka bo'ladigan upakovka bo'ladi. Mana bu yerda ham shunaqa detallar. Do'stlar, mana Xudo xolisi Toshkentga, Qibraga upakovka qilingan, endi hozir yana yuklanadi bunga, ketyapti. Tayyorlanyapti. Buni atayin chaqirmagan. Avvalaylik shunday yuklab berasiz. Upakovka bo'lib yuklanadi. Endi bizda hozircha shular. Bizni ko'rishda davom etinglar do'stlar. Xudo xolisi sizlarni xursand qiladigan yangiliklar, aksiyalarimiz hali oldinda. Agar bizni birinchi marta ko'rgan bo'lsa, obuna ham bo'lib qo'ying. Shu paytgacha oxirigacha erinmasdan, zerikmasdan, o'tkazmasdan ko'rganishimiz. Men yolg'onimni zapis qilyapmiz.